Hammamizning xabarimiz bor. Yaqinda Malbut qishlog'ida yuz bergan kuchli sel oqibatida bir qator xonadonlar va ichki ko'chalarga jiddiy zarar yetdi. Tabiiy ofat tufayli ko'plab oilalar og'ir ahvolga tushib qoldi. Shunday sinovli kunlarda xalqimizga xos mehr-oqibat va hamjihatlik yana bir bor o'z ifodasini topdi. Tabiiy ofatdan jabr ko'rgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Guliston mahallasining saxovatpesha homiylari tomonidan zarur maishiy texnikalar xarid qilindi. Shundan so'ng O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasidan saylangan Guliston mahallasi 19-son saylov okrugi deputati Isojon Kabirov boshchiligida Malbut qishlog'ida yashovchi fuqarolarning xonadonlariga tashrif buyurildi. Tashrif davomida sel oqibatida zarar ko'rgan oilalarning yashash sharoiti o'rganilib, ularning muammolari va ehtiyojlari tinglandi. O'rganish yakunida sharoiti og'ir bo'lgan fuqarolardan biriga homiylar tomonidan tayyorlangan maishiy texnikalar topshirildi. Ushbu yordam nafaqat moddiy ko'mak, balki fuqarolarga ma'naviy dalda bo'lib, og'ir kunlarda ularni yolg'iz emasligini yana bir bor namoyon etdi. Bunday ezgu tashabbuslar xalqimizning birdamligi, insonparvarligi va saxovatini yaqqol namoyon etadi. Sinovli damlarda bir-birini qo'llab-quvvatlash, mehr va e'tibor ko'rsatish yurtimizda ezgu qadriyat sifatida davom etmoqda.